Shu qushni narmodaligini biladiganlar kommentariyada yozib qoldirasizlar fikrlarni. Bugungi videomiz yangi qush hozirga aniq foydali bo'ladi. Buni qush olmoqchi bo'lganlar jo'natib qo'yasizlar. Asosan Osiyo davlatlarida ko'payib, ular joylashuviga qarab rangi, razmerlar bilan farq qiladi. Agar sizlarga shu qushni yosh maladoy nar deydigan bo'lsa, bu qushni hech qachon olmanglar. Bozordan yo tanish bilishdan qush olganda, qushni asosan 5 ta narsasiga qarab tekshirib olinadi. Hop, o'ng qo'limdagi nar bo'ladi, chap qo'limdagi moda bo'ladi. Hop, moda qushi tumshug'ining usti qismida oq pati bo'ladi. Maskalari ko'zini o'tmagan holatda rangi och bo'ladi. Keyin uni qanot qismiga keladigan bo'lsak, qanot qismini yelka qismida jigarrang bo'ladi. Nar qushimizning tumshug'idagi ustidagi patlari qora bo'ladi. Maskasi juda ham chiroyli. Bir xillari ko'zigacha, bir xillari ko'zdan o'tgan bo'ladi. Undan tashqari buni qanot qismi, yelka tarafi qop-qora bo'ladi. Qushni ikkinchi tekshirib oladigan qismimiz bu tumshuklari sog'lom bo'lishi kerak, ko'z qismi ham sog'lom bo'lishi kerak. Uchinchi narsasiga ahamiyat beradigan bo'lsak, qushni qanotlari sog'lom bo'lishi kerak. Chunki uchayotganda qo'nolda qiynalmaslik uchun tepalariga shu chiqib olish uchun qo'nolda, undan tashqari dum, o'sha qanot qismlari yaxshi bo'lishi kerak. To'rtinchisi, oyoqlari yaxshi bo'lishi kerak, gribok bo'lmagan, tirnoqlari o'sib ketmagan, yaxshi holatda bo'lishi kerak. Qushimizning asosiy 5-ahamiyat beradigan joyimiz bu shu qorin qismi bo'ladi. Agar shu oq yog'langan bo'lsa, bu yaxshi semirayotgan bo'ladi. Agar qip-qizil go'sht holatda bo'ladigan bo'lsa, bu yaxshi bo'ladi. Agar shu ichida tomirlari ko'rinsa, ichak shlaklari ko'rinsa, bu qush yomon bo'ladi. Hozir buni uflab ko'rsatib beraman. Bu qushimiz hozir sog'lom. Hozir bu qo'limdagi qush sog'lom, qush ko'rsatganim, bu nosog'lom. Buni badanini ko'rsanglar bo'ladi. Bunda tomirlar ko'rinyapti. Mana shu to'sh qismlari shu suyak bo'lib, bu kishishni 50-50 holatida buni tuzatib olsa bo'ladi, 50-50. Buni hozir baribir o'lish ehtimoli ham bor bu qushda. Hozirgi paytda qushlarga faqat masqar qorg'a pisti bermasdan, shunaqa Italiya Fly firmasidan keltirilgan donlarni ham berish kerak, chunki buning ichida 20 xil urug'i bor. Hop, undan tashqari qushlar uchun chiqarilgan yumshoq ozuqasi ham bor. Ichida urug'lar qo'shilgan, imini shu yovvoyi qushlar uchun chiqarilgan. Buni yil davomida berib borsa bo'ladi. Buni qayerdan topaman deydigan bo'lsanglar, Qoraqamish Glavniy darvozasi chap tarafdan Oybek aka bilan qushni to'kan do'konlardan topsanglar bo'ladi. Bundan tashqari yana обязательно qushlarning oldida minerali ham bo'lishi kerak. Agar sizlar sayrog'ini eshitib maza qilaman desanglar, narx sotib olasizlar. Agar ko'paytiraman desanglar, modasidan qo'shib olasizlar. Ko'paytirayotganda asosan 60 ga 40 qapas yaxshi, 60 ga 40 ko'paytirishda. Bundan ham kattaroq bo'lsa 120-40 bu zo'r holat. Ko'pincha bular valerlarda yana ham yaxshi ko'payadi, sharoitlar zo'r bo'ladi. Iloji bo'lsa katta valerlar ham qilib bersanglar, yana ham yaxshi bo'ladi qushlarga. Agar sizlarda ham qushlar haqida foydali ma'lumotlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar, xursand bo'lamiz.